olmaxon interfaol o'yinimiz tayyor bo'ldi. Mana bu yerda yong'oqchalar bor. Yong'oqlarning orqasiga savol yozib berasiz. Mana olmaxonga yong'oq teramiz yoki olmaxon deb nomlasangiz bo'ladi bu o'yinni. Ustoz bizga hamma fanga tushadigan o'yin tayyorlab bering deyishgandi ustozlar. Mana hamma fanga tushadi. Bog'cha yoshidan boshlab toki oliy dargohda ham foydalanish mumkin. Mana yong'oqni olamiz. Orqasiga savol yozamiz. Har qanday fandan foydalanish mumkin. Mana orqasiga yozamiz. Masalan, savol. Ot deb nimaga aytiladi? Mana. Yoki boshqa fandan qo'llamoqchi bo'lsangiz, buni o'chirasiz va boshqa savol, boshqa fandan yozishingiz ham mumkin bo'ladi.